Maqsadingizni darhol ayting. Yer so'ramoqchiman. Quddusda yahudiylar uchun yer berishingizni so'rayman. Osmonli juda buyuk imperiya. Bugun yahudiylar Rossiyada, Ruminiyada zulm ko'ryaptilar. Tijorat bilan shug'ullanishlari taqiqlangan, yer olib sota olmayaptilar. Osmonli imperiyasidan tashqarida har bir joyda huquqlari oyoq osti qilinyapti. Bu haqiqatni nega gazetalarda yozmaysiz? Aksincha, Usmonliga yahudiylarga yaxshi munosabatda bo'lmayapti degan tuhmat qilasiz. Bu barcha xabarlarning manbasi siyosiy masalalardir. Agar kelisha olsak, hammasi boshqacha bo'ladi. Ularga Falastindan joy bering. O'z yurtlari bo'lsin. Bilasiz, moddiy tomondan kuchli yahudiylar bor. Bu yaxshiligingiz yerda qolmaydi. Usmonlining Yevropadagi barcha qarzlarini uzamiz. Sizdan yagona istagim Quddusdan bir hovuch yer sotishingiz. Men bir qarich bo'lsa ham yer sotmayman. Zero bu vatan menga emas, xalqimga oiddir. Xalqim bu yerlarga qonlari bilan ega bo'ldilar. U bizdan uzoqlashib ketsa, biz takroran qonimiz bilan qaytarib olamiz. Mening Suriya va Falastindagi askarlarim Plevnada bir shahid bo'lganlar. Bir donasi ham qaytib kelmay, hammalari jang maydonini qonlari bilan sug'ordilar. Davlati oliya menga oid emas, xalqimga oid. Men uning bir parchasini ham bera olmayman. Faqat bizning jasadlarimizni parchalab, bu o'lkani taqsimlaysizlar. Men jonli tananing ustida tajriba o'tkazishga ruxsat bermayman. Quddusda bir sionist davlat qurishga izn bermayman. Biz davlat qurishni istamaymiz. Usmonli fuqarosi bo'lib, rohat, farog'atda yashamoqchimiz. Boshqa o'rtadagi Davud yulduzi, ostidagi va ustidagi moviz chiziqlarcha. Bor yo'g'i belgilar, hech bir ma'nosi yo'q. Ma'nosini unutgan bo'lsangiz, eslatay janob Herzl. Nil va Efrat orasi. Siz bu bayroqni chizish orqali umidingizni, arzim mav'udligini e'lon qildingiz. Nil va Frot orasida sionist davlat qurmoqchiligingizni baralla aytdingiz. Xuddi men hayqirgandek. Men tirik ekanman, bunday davlat qurilmaydi. Bunga yo'l qo'ymayman. Yo'qol! Daf bo'lay pastkash.